Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Samarqand viloyati Nurobod tumani Boshquduq mahallasi 206-konturda amalga oshirilgan. Bu yerda piyoz ekilgan. Maydon hajmi 13,3 gektarni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 210 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 16 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga 80 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor taraqqiyot dehqonlar ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 465 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalari daromadi yanada oshirib boriladi.